Assalomu alaykumlar. Qalaysizlar, amansizlarmi? O'zbekiston xalqi ham blogerlar. Sizlardan bir ko'mak so'rab o'tadim. Blogerlardan, O'zbekiston bo'yicha blogerlardan. Shunda da Semyanda jeta-jetmislik bo'ladir. Men o'zim hozir Rossiyadaman. Bir oy bo'ldi. Жұмыссыз жатпыз. Mene patentga aparaman, mene egzamanga aparaman deb o'tirib, bir firmaga keldim. Migratsiyalar bo'yicha, migratsiyalar jibib, kam ta'minlanishlar, kam ta'minlangan qisqartirishlar bo'yicha keldik bize Rossiyaga жұмыс istewga. Жатпыз yeri bir firma var ekan, Ala Bula deganmi? Firma yeri жұмыс yeri boshlanmagan ekan, endi boshlanadi deydi. Biroq hozir gransiyaga jiberayin deb o'tir. Tag'i bir oy o'tib ketdi. Dokumentimiz, propiskamiz gransiyaga jiberib o'tir. Hozir soat 6ga men 7ga gransiyaga jo'nab ketganmiz. Kirdi chiqdi qildirimiz kerak ekan. Shunday uyda bir semyamizda qarz bo'lib qoldim-da. Yaqinda ata-enamni yerga qo'ydim. Ham anamni, ham akemni, ham atamdan qo'ydim. 3 odam yerga qo'ydim. Sonra azmaz qarz bo'lib qoldim. Ham bu yoqqa kelganda da qarz bo'lib keldim. Shu qarzimni uydan semyalar gaz ham o'chib qolibdi, tog' ham o'chib qolibdi uyda. Gaz tog' yo'q dedi. Gaz tog'siz muzday yerda jasab olibmiz dedi. Semyamga ko'mak berib yurdim, so'ranaman. Qanday ulkan prezidentlarimiz ko'rsa, jo'qorg'i kengaslar ko'rsa, deputatlar ko'rsa, shu semyaga ne bo'lib deganda ko'mak berishni so'rab qolaman. Sizdan qattiq ko'mak berishni so'rab qolaman prezidentimdan. Blogerlardan ko'mak so'rayman, bir ko'mak berib poddeska bersangiz. Mana Oraza oyida, pasiyni kunlarida Xudoyim xalqimiz tinch bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, daryomiz sug'urib bo'lsin. Uydim. Shu dehqonlarimiz boy bo'lsin. Bir ko'mak so'rab qolam. Ne so'zlarni bilmayman hozir. Zaten jatasan, turasan, davlini har zatni o'ylab, qarzim bor deb keladi. Uyga kelib kunda qarzimni bermaysan deb qarz bo'lib qolgan akamiz. Shu blogerlar men endi Qoraqalpoqman, endi Qoraqalpaqdan turaman. Endi tushunganlar odam bo'lsa, shu azmaz poddeska berib ko'mak berib bersangiz, telefon nomerim 91lik 393 74 78 shu nomerga chiqsangiz bo'ladi. Semyam so'qda Qoraqalpaqistonda, men o'zim hozir nejeda Qozonda, Tataristonda so'yda jatmiz. Tag'i bir oy jatayotganmiz. Qarang. Bu 2 oy jatsak endi uyga kirish pul yo'qda, shunday ko'mak berishni so'ranaman.